sizlarga hijob o'rab ko'rsatmoqchiman. Mana shu ko'ylakdan shunaqa chiroyli ro'mol zakaz qilganman. Ko'rsatmayman sizlarga. Voshcha chiroyli, короче. Mana endi hijob qo'yish bilmayman, yaxshi qizlar. Bilganimcha qilaman. Unda qolaman просто так. Nima bunaqa chiroyli bu qiz desam ishonmaylar, ko'ylakning o'zi chiroyli. Bilaman, hammanglar yozasizlar hijob yarashar ekan deb. Rahmat, sizlarga ham yarashadi. Shapkamni ipini qaranglar, buni ikkinchi rangi bor, shunaqa. Ro'molim bilan shapkasi tushmadi. Bilaman qizlar, lekin menda bori shu edi. Hop, bo'ynalarim ochilib ketyapti onasining. Orqasida ip korseti bor. Xohlaganingizcha belingizga to'g'rilab bog'lab olsanglar bo'ladi korsetni. Yozgi qizlar ichingizdan hech nima kiymaysizlar, ichinglar umuman ko'rinmaydi. Bu bo'lsa ro'molsiz ko'rinishi, kачествоsi zo'r, fasoni. Zakaz uchun direktga yozasiz.